Jamiyatning rivojlanishiga to'siq bo'layotgan eng katta illatlardan biri bu poraxo'rlik, ya'ni korrupsiyadir. Har ishni xamirdan qil sug'urgandek hal qilishni ko'zlab pora tutgan qo'llar keyingi manzilda temir to'siqlarni tutib turishini kech his qilmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar davomida Andijonda mansabdor shaxs 15 ming AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Tuman hokim o'rinbosari mansab mavqeidan foydalanib, tuman hududidan o'tgan katta yo'l bo'yida 400 metr uzunlikdagi suv yo'lini yopiq tizimga o'tkazgan holatda buning hisobiga yuzaga keladigan 60 sotix yer maydonda har biri 30 kvadrat metr bo'lgan jami 8 ta savdo do'koni qurish uchun yer ajratish va tegishli hujjatlarni yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali rasmiylashtirib berish evaziga fuqarodan 15 ming AQSh dollari talab qiladi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda mansabdor shaxs kelishilgan pullarni to'liq olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi A, V bandlari va 28-211-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Jamiyat taraqqiyotiga to'g'anoq bo'luvchi, ijtimoiy hayot barqarorligiga tahdid soluvchi korrupsiya illatiga qarshi murosasiz kurashish har birimizning fuqarolik burchimizdir. Ogoh bo'ling, ayrim shaxslarning kirdikorlariga sherik bo'lib qolmang. Zero xalqimizda so'nggi pushaymon o'zingga dushman deb bejiz aytilmagan.